Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Superligasining 10 turi o'yinlariga nazar tashlaymiz va chempionatning eng ko'p gol urgan futbolchilarini eslab o'tamiz. Men bilan birga bo'ling. Chempionatning topurari Paxtakor jamoasidan Igor Sergeyev. U 7 ta gol urgan. Izohlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu videoni har doim hafta oxirida qaysi jamoalar o'ynashini bilmaydigan va keyin natijalarini so'rab yuradigan do'stingiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni va boshqa videolarimizni tomosha qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha